Доброе утро, мои подписчики, казахстанцы, кыргызстанцы, весь Азия. Привет из города Самарканда, ваша Юля, друзья. Вчера было у нас в Самарканде солнечный, сухой, как летняя погода. За одну ночь превратилась в вот такую красивую, снежную, белой снегами, как сказочную зиму. Друзья, я сейчас немножко много буду говорить, поэтому эту можно сохранить в историю. Через 40 лет хотелось бы увидеть себя. Вот, из своего дома я иду к маме. Моя мама живет вот там. Двухэтажный дом, в первом этаже живут они. Вот такой красивый снег. Я сейчас себе... Ой-ой! Видите? Красивый снег. У нас бэнг-бэнг. Еще теперь узбекам. Assalomu alaykum o'zbek obunachilarim, qandaysizlar, yaxshimisizlar? Yuraklaringni oppoq qorday qilib, hech qanday negativsiz yashayapsizlarmi? Men hozir o'zimni uyimdan ota-onam uyiga o'tdim. Shuning uchun sizlarga bunday chiroyli qorlarni ko'rsatish bilan birga o'zimni ham istoriyamga olib qo'yapman. Bir 20 yillardan keyin o'zimni istoriyamni o'zimni ko'rishni xohlayman. Hammamiz yaxshi niyat qilamiz-ku. Ertaga nima bo'lishiga Xudo podshoh-ku. Shuning uchun shunday chiroyli qishlardan istoriya qoldirmasam bo'lmaydi. Yana nima deyman? Hozir men muzikalarga ham ishlashim mumkin edi, lekin uyimiz ham endi qishda o'z chiroyiga yarasha qiyinchiliklari ham bor. Judayam chiroyli qor yoqqan. Men hozir qorda ichida yursam dahshatda. Kichkina bog'cham. Sizlar ham chiqinglar, issiq kiyimlarni kiyib tashqarilarga. Obunachilarim, har doimgi gapim gapiraman. Kerilganga keril, boshing ko'kka yetguncha. Egilganga egil, boshing yerga tekkuncha. Ko'p gapirdimmi? Salomat bo'linglar. Друзья, будьте всегда здоровы.